Salom do'stlar. Bugun siz bilan ikkita mashhur forex brokerini ko'rib chiqamiz. Exnes brokeri va Pro brokeri. Ularni asosiy jihatlar bo'yicha solishtiramiz. Tartibga solish, savdo shartlari, platformalar, vositalar va qo'llab-quvvatlash. Gapimiz imkon qadar rost, faktlarga asoslangan va keraksiz gaplarsiz bo'ladi. Xo'sh, boshladik. Birinchi masala tartibga solish va huquqiy xavfsizlik. Exnes brokeri juda jiddiy qoidalarga ega. CSET-da. Mijozlarning mablag'lari alohida saqlanadi va prinsipial jihatdan himoyalangan. Pro brokeri shuningdek qat'iy litsenziyalarga ega, FT, CSET va boshqa bir qator yurisdiksiyalar. Mijozlarning mablag'lari ham alohida hisobda saqlanadi. Xulosa, ikkala broker ham ishonchli, ammo menimcha Pro qat'iy litsenziyalar soni bo'yicha biroz yutadi. Keyingi ikkinchi nuqta savdo shartlari, spreadlar, komissiyalar va bajarilish. Va Exnes brokeri bu yerdagi spreadlar juda past, ayniqsa raw spread va zero hisoblarida. Komissiyalar ancha shaffof, buyurtma deyarli bir zumda bajariladi va pul o'tkazmalari minimal. Agar siz bosh terisini qirib tashlasangiz, bu juda muhim. Pro brokeri ayniqsa ETN va 5 hisoblarda yaxshi spreadlarga ega. To'lovlar juda aniq va buyurtmalarning bajarilishi barqaror. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, Exnes spreadlar nuqtai nazaridan minimal hisoblar uchun biroz yaxshiroq, Pro esa professionallar uchun barqaror ishlash uchun yaxshiroqdir. Uchinchi nuqta bu platformalar va savdo terminallari. Exnes MT4, MT5 platformalarini, shuningdek, mobil va web versiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Hammasi juda tez edi, kechikishlar yo'q edi. Shuning uchun biz bunga katta qo'shimcha beramiz. Pro broker MetaTrader 4, MetaTrader 5 va Trader savdo terminallarini taklif etadi. Bu juda ko'p foydali xususiyatlarga ega professional terminal. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, agar siz faol savdo va traderni yoqtirsangiz, unda Pro siz uchun eng yaxshi tanlovdir. Agar siz MT5 da savdo qilishga odatlangan bo'lsangiz, unda Exnesni tanlang. 4-nuqta savdo vositalari. Exnes brokerida asosiy e'tibor forexga qaratilgan. Metallar va neft bo'yicha tutlar bor, kriptovalyutalar esa juda oz. Pro brokerida esa forex, indekslar bo'yicha tutlar, shuningdek metallar, neft va ayrim kripto tutlar mavjud. Shundan xulosa qilamizki, Pro ko'proq savdo vositalarini taklif qiladi, ayniqsa siz indekslar va tovarlarga qiziqsangiz. Keyingi 5-nuqta hisob turlari va kirish shartlari. Broker Exnes standart, home spread va zero. Ba'zi hisoblarda minimal depozit $1 sifatida ko'rsatilgan. Kaldraning ozi juda xilma-xil, ya'ni u har qanday traderga mos keladi. Broker Pro. Hamma uchun ETF hisoblari va standart hisoblar mavjud. Minimal depozit Exnesdan yuqori va esimda qolganidek, u yerga kirish miqdori $50 ni tashkil qiladi. Xulosa qilamiz, agar siz yangi boshlovchi bo'lsangiz, Exnes brokeridan boshlash osonroq, agar siz allaqachon professional bo'lsangiz, Pro brokeriga o'ting, ETN hisob oching va savdo qiling. 6-band bu ta'lim va tahlil. Exnesda bozor shartlari, prognozlar va vebinarlar yetarlicha ko'p. Pro brokeri shuningdek tahlillar, yangiliklar, alohida yangiliklar veb-sayti va alohida savdo g'oyalarini taklif etadi. Xulosa qilamiz, Exnes ko'proq yangi boshlanuvchilar va mashg'ulotlar uchun. Pro allaqachon professionalroq va bozorni qanday tahlil qilishni tushunadiganlar uchun ko'proq mos keladi. Keyingi 7-nuqta mijozlarni qo'llab-quvvatlash. Exnes bir nechta tillarga ega. Bu butun dunyo bo'ylab faoliyat yuritadigan xalqaro broker. Chat juda tez va qo'llab-quvvatlash elektron pochtasi mavjud. Pro brokeri shuningdek ko'p tilli qo'llab-quvvatlash va o'zining telefon liniyasiga ega. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, prinsipial jihatdan ikkala broker ham yuqori sifatli yordam ko'rsatadi. Shuning uchun biz ikkala brokerga ham ikkita afzallik beramiz. 8-nuqta brokerlardan mablag'larni kiritish va olish. Keling, birinchi Exnes brokerini olaylik. Kartalar, hamyonlar, o'tkazmalar va juda keng turdagi depozitlar va pul yechishlar mavjud. Odatda qoidalarga muvofiq pul yechib olish 3 kun davomida bitta chiziqcha bilan ko'rsatiladi. Pro brokeri shuningdek kartalar, hamyonlar va bank o'tkazmalarini taklif etadi. Bu yerda pul yechib olish biroz ko'proq vaqt oladi, lekin hamma narsa oz-ozdan keladi. Shuning uchun bu haqda tashvishlanmang. Shunday qilib, Exnes pulni tezroq oladi, Pro esa biroz kechikish bilan keladi, degan xulosaga kelish mumkin. Xo'sh, umumiy xulosa chiqaraylik. Exnes brokeri yangi boshlanuvchilar uchun qulay. Kam depozitlar, oddiy hisoblar, barqaror platformalar. Pro ehtimol professionallar uchun biroz ko'proq mos keladi, chunki u kengroq platformalar doirasiga va qo'shimcha platforma traderga ega. Video shunday bo'lib chiqdi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va albatta obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha